Nima gap bo'ldi? Zo'rmisizlar yana sizlar bilan Bekgames YouTube kanali. Bugungi videoda bitta normalniy kupon tayyorlab ko'rsatib o'taman va o'tgan videoda konkursda yutganlarni ham ko'rsatib o'taman. Shunda o'tgan videoda 24 ta odam komment yozgan ekan. Shuni silkasini olib random botga qo'yaman. Mana saytimizga kirib oldik va 10 kishini tanlab olaman. O'tgan video 10 kishi yozaman. Mana 10 kishi. Endi xo'sh, barchaga omad. Bu videoda ham 10 ta odam aniqlaymiz. Qani ketdi. Mana birinchi to'rttalik bitta odam 3 marta yozgan. Buni chiqarib tashlaymiz. Xo'sh. Va 8 ta odam yozgan. Bitta odam 2 marta yutib qolgan. Unga yutuq 1 marta tashaladi. Mana yutganlarni ham aniqlab oldik. Ushbu videoda ham kommentariy yozgan odamlar orasidan 10 kishini aniqlab olaman. Yutganlarni Telegram kanaliga tashab qo'yaman. Lichkamga yozsanglar, yutug'inglar tashab beriladi. Xo'sh, Argentina bilan Misr o'yini. Ushbu o'yinga ikkala jamoa gol uradi qilamiz. Sababi ikkita komanda ham cho'tki komanda, ikkalasi ham gol urish kerak, обязательно. Normalniy komanda. Statistikani ko'ramiz. Mana oxirgi o'yinda 3-2 va 1-3 ga yutgan ekan. Endi bittani oldik kuponga. Shveysariya bilan Kolumbiya. Ushbu o'yinda birinchining individual totali birdan ko'p olamiz. Shveysariya kamida 2 ta urib berish kerak. Agarda bitta uradigan taqdirda kuponimiz 1% bo'lib qaytadi. Normalniy. Shu ikkita o'yinimizga bosib qo'yamiz. Bugungi depozitimiz. Telegram kanalga o'tib olinglar, profil shapkasida barcha APK silkalar Telegram kanalida bo'ladi. Mana xullas shu Telegram kanalida barcha kuponlar kodlarni tashab qo'yamiz. O'tib qo'yinglar. Charchamanglar, o'zinglarni asranglar.